Aziz do'stlar, qo'limda korreksiya. Qaysi biri original, chap qo'limdagimi, o'ng qo'limdagimi? Buni kommentariyada qoldiring. Videoni oxirida o'zbekcha nomini aytaman. Endi qarang, Abdulboz aka. Hozir menga aytdingizki, mumiyoni originalni qidirib qiynalishadi deyishdi. Dedingiz. Shunda sizda necha xili bor mumiyoni? Bizda 4 xili bor. Yaqinroq keling. Mumiyoni mana bunisi tog'da bo'ladi, haqiqiy o'zining tabiiy holati. Bunisi esa yirtilgan holati bo'ladi. Bu ham 100% tabiiy. Yirtib olingan. Mana bunisi esa 5 gramdan qilib paketlab qo'yilgan. Bu haqiqiy toza sifatli mumiyo. Bu yurak urishi uchun yurakka juda foydali bo'lib, qon yashini yaxshilaydi va suyak o'sish uchun suyakka kalsiy bo'ladi, suyakni tez o'stiradi. Buni ko'proq allaga oyog'i yoki qo'li singanlar foydalanishadi. Yana buni ko'pchilik foyda bermayapti deyshadi. Mumiyoni? Ha, ko'pchilik foyda bermadi deyshadi. Bunisi işte fashkasi bo'ladi. Buning ichida foizi bo'ladi, bu tabiiy emas. Shuning uchun bunisini olib qo'yilsa foyda bermaydi bu. Lekin bu ham yengilroq ta'sir uchun buni ham effekti past bo'ladi. Effekti past bo'ladi, ha. Effekti sal sustroq bo'ladi. Bu ham o'sha ko'rgazmaga solishtirib berishimiz uchun olib kelib qo'yganmiz. Ha, to'g'ri. Solishtirish uchun. To'g'ri gap bo'ldi. Hozirgi kunda ishonch eng muhim narsaga aylangan. Meni o'zimga ham yoqadi. Qachonki mana shunaqa maydalangan narsalarni sotuvchi o'zi tayyorlab, mahsulotlarni maydalab, malotni tugilgan holatda olib chiqsa, bu yanada ishonchli bo'ladi. Ko'pchilik so'rayapti, tanishtirib o'tib ketaman. Bizda oshoq danagi va oshqovoq danagini qo'lda chaqilgan mag'zi mavjud. Ko'pchilik so'raydi, bu o'zimiz tabiiy mahsulot va chetniki ham bor. Xitoydan keladi bu. O'zimiznikini mahsulot so'raganlar bu o'sha qo'lda chaqilgan. Chet el oshqovoq urug'i bilan biznikini mag'zini farqi nima? Bizniki aka, bizda ob-havo mana quyoshli, toza yetilib pishgani uchun aka bizda tabiiy bo'ladi, tabiiy yetishtiriladi. Uning ichida ximikati yo'q. Tabiiy mahsulot. Kaloriyasi ham bizga qaraganda, chetga qaraganda 2-3 barobar foydasi yaxshi. Oshqovoq urug'i. Ha. Aziz do'stlar, bu yerda tanishib chiqadigan ziravorlar juda ham ko'p. Hozir adresi, manzili tushuntirib o'taman. Sardoba bozori, Non bozoridan kirganingizda chap qo'lda, orada, bag'da Meva bozoridan kirganingizda o'ng qo'lda, ikki tarafdan ham o'rtadagi 114-do'kon. Oke, Instagramda profil yurg'izishadi, o'zlarining profillarni, nomerlarini qoldiramiz. Biz ozgina mehnatimiz qo'llab-quvvatlab, shu okani tabiiy mahsulotlarni qidirishda osongina topishingizda sababchi bo'lgan bo'lsa, biz juda ham xursand bo'lamiz. Obuna bo'lish, mehmon bo'lishni unutmang. Asl nomi o'zbekchada dolchin deyiladi. Chap qo'limdagi original edi. Bu originalni topish O'zbekiston bozorida juda mushkul ish, chunki mana arzonidan 2 marta bu qimmat turadi. Shuni aytib o'tmoqchi edim.